Mavzu barkamol avlod tarbiyasida o'qituvchining tarbiyaviy maqsadlarini pedagogik mahorat asosida to'g'ri tanlay olishi. Reja, tarbiyaviy maqsad tushunchasi va pedagogik mahorat. Tarbiyaviy maqsadlarni to'g'ri tanlashdagi muammolar va pedagogik vazifalar. Pedagogik mahorat asosida tarbiyaviy maqsadlarni tanlash usullari va strategiyalari. Tarbiyaviy maqsad pedagogik jarayonda o'quvchilarni rivojlantirish, shakllantirish yo'lida erishilishi kutiladigan ijtimoiy, axloqiy, ma'naviy, estetik, madaniy natijalar. Maqsadlar ijtimoiy vazifalar, xalq tarbiyasi maqsadlari va maktab pedagogik siyosati bilan uzviy bog'lanadi. Tarbiyaviy maqsadlar tarbiya mazmuni, tarbiyaviy faoliyat usullari zanjiri shaklida bog'lanadi. Barkamol avlod nafaqat bilimga ega, balki axloq, ma'naviy jihatdan ham yutuq shaxs sifatida shakllangan shaxs. Shuning uchun tarbiyaviy maqsadlar keng, kompleks bo'lishi kerak. Madaniy, axloqiy, fuqarolik, iqtisodiy, ma'rifiy, ijtimoiy, intellektual jihatlari bilan ajralib turishi kerak. Pedagogik mahorat tushunchasi va uning tarkibiy elementlari. Pedagogik mahorat pedagog faoliyatni yuqori samaradorlik bilan olib borish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, shaxsiy fazilatlar va ijodiy yondashuvlarning sintezi hisoblanadi. Tarkibiy qismlarga nazariy bilim, metodik ko'nikmalar, pedagogik qobiliyat, muloqot madaniyati, pedagogik etikadagi fazilatlar kiradi. Shuningdek, mahoratga kayfiyat nazorati, intuitiv fikrlash, refleksiya, kreativ yondashuvlar va ilmiy izlanish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi. Pedagogik mahorat va tarbiyaviy maqsadning o'zaro bog'liqligi. To'g'ri tarbiyaviy maqsadni tanlash uchun pedagog mahorat talab qilinadi. Maqsadni sozlash, maqsadga mos mazmun va usullarni aniqlash, resurs va sharoitlarni hisobga olish. Pedagogik mahorat bo'lmagan o'qituvchi tarbiyaviy maqsadlarni abstrakt, umumiy qilib qo'yishi mumkin, lekin amaliyotda konkret bajarilishi qiyin maqsadlarga duch keladi. Maqsadlarni aniqlashda diqqatga olinishi lozim bo'lgan jihatlar: yosh xususiyatlari, darslik va dastur talablariga moslik, jamiyat ehtiyojlari, o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlari kiradi. Tarbiyaviy maqsadlarni to'g'ri tanlashdagi muammolar va pedagogik vazifalar. Muammolarga noaniq yoki umumiy maqsad qo'yish. Maqsadlar yaxshi odob, ma'naviy tarbiya kabi abstrakt bo'lishi, konkret jihatlarni belgilab bermasligi, yoshga mos kelmaslik, bolalar individual jihatdan farq qiladi, lekin maqsadlarni bir xil qilib qo'yish, resurs va sharoit cheklanganligi, sinf, vaqt, material, metodik asboblar yetishmasligi maqsadni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. O'qituvchining pedagogik bilim va ko'nikmalari yetishmasligi, maqsadlar, metodlar, baholash vositalari haqida yetarli bilimga ega bo'lmaslik, ijtimoiy va madaniy iqlim ta'siri, jamiyatdagi qadriyatlar, oilaviy tarbiya, media ta'siri, ijtimoiy muhit maqsadlarga ta'sir etadi va pedagogik belgilangan maqsadlar bilan ziddiyatga kirishishi mumkin. Baholash va monitoring yetishmovchiligi. Maqsadga yetishishni baholash usullari aniq bo'lmasa, maqsadlarni tanlash va amalga oshirish samarasi pasayadi. Pedagogik vazifalar. Maqsadni aniqlash metodologiyasini o'qituvchilarga o'rgatish, seminar, treninglarda qatnashishi, standart va nazariy maqsad kontekstida lokal, maktab, sinfga mos maqsadlarni ishlab chiqish, maqsad, mazmun, usul va baholash vositalari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash. Monitoring va tahlil orqali maqsadlar muvaffaqiyatini baholash va tuzatish. Pedagogik mahorat asosida tarbiyaviy maqsadlarni tanlash usullari va strategiyalari kiradi. Analitik va diagnostik usullar. O'quvchilarning psixologik va pedagogik holatini diagnostika qilish, ya'ni qiziqish, ehtiyoj, imkoniyatlarni aniqlash. Jamiyat, maktab va ota-ona kutilishlarini o'rganish, maqsadlarni real ehtiyojlar bilan muvofiqlashtirish, dastur va darslik talablarini tahlil qilish, ularning tarbiyaviy elementlarini ajratish. Strategik yondashuvlar. Maqsadlarni darajalarga ajratish. Umumiy maqsaddan boshlab maktab, maqsad, sinf, maqsadga tushish. Shaxsga yo'naltirilganlik yondashuv. O'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish, har bir talabaga mos maqsad qo'yish. Ijobiy tarbiya strategiyasi. Ijobiy rag'batlantirish, ijtimoiy mustahkamlash, davlat va jamiyat qadriyatlarini uyg'unlashtirish. Metodik qo'llab-quvvatlash. Maqsadga mos metod va usullarni tanlash. O'quvchi faoliyati asosida pedagogik texnikalardan foydalanish, interaktiv metodlar, media vositalar, innovatsion yondashuvlar. Baholash vositalarini maqsadlarga mos ravishda tashkil etish. Kriteriyalar, rubrikalar, o'z-o'zini baholash va o'rtoqlarning bahosi. Refleksiya va tuzatish jarayonlari. Pedagogik refleksiya orqali maqsadga erishish jarayonini baholash, qiyinchiliklarni aniqlash va takomillashtirish, sinov maqsadlarini modellashtirish, natijalarni tahlil qilib asosiy darslarga joriy qilish, o'qituvchilar bir-biri bilan tajriba almashinuvi, maslahat guruhi tuzish. Yangi istiqbollar va innovatsiyalar. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda tarbiyaviy maqsadni shakllantirish.
milliy va madaniy qadriyatlarni inobatga olgan maqsadlar. Milliy mentalitet, etika, milliy til, merosni hurmat, bosqichma-bosqich takomillashtirilgan maqsad. Maqsadlarning dinamikligi, zamonaviy talablar bilan moslashuvchanligi kiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Barkamol avlod tarbiyasida o'qituvchining tarbiyaviy maqsadlarini pedagogik mahorat asosida to'g'ri tanlashi ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatga mos shaxs bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi. Tarbiyaviy maqsad faqat dialektik ibora emas, balki amalda bajarilishi mumkin va o'lchovlari aniqlangan bo'lishi lozim.